Assalomu alaykum do'stlar, biz Jizzaxdamiz. Mana bizning 40 million pulimiz va Jizzaxlik akamiz 40 millionni nimaga olishar ekanlar? Oldin ular bilan so'rashib olamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Assalom, rahmat. Ismingiz nima aka? Ildor NBN. Voydo. O'sha mashhur NBN gap yo'q ekan. Aka bitta savol beraman, menga juda qiziq. Ko'pchilik biladi, lekin men o'zim eshitmayapman. Nima ish qilasiz? Shu avtosalon mashina sotamiz. Ha, fishkalar nimada? Fishkamiz 1 so'm to'lovi yo'q, mashina beramiz, xalqqa tarqatamiz. Xudo eng asosiy fishkamiz shu. Bank aralashmaydi. Uni buni qo'yinglar. Nimaga almashasiz? Mana bu 40 millionimizni shundan gapiring. Bu 40 millionni xudo xohlasa biz sizlarni o'tgan safarga kutib olgan odamlardan ortiqcharoq bo'lishi uchun legendarniy qilib Nexia tayyorlab qo'ydik mana. Yana berdik sizlarga. Xudo xohlasa yuraydi. Bu mashina bizga anchagina qimmatga tushgan, lekin sizlar uchun, hurmatlaring uchun. Nech pul bu, shuni ham aytib qo'ying. Bu mashinani o'zimiz 4,5 ming dollarga olganmiz. Xo'p, Endi o'zlaring bahosini berasiz. demak buni kommentariyada bahosini berishadi.